أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Allah Teala yine şunu deydi. Zikr qısılay Muhammed aleyhissalatu vesselam, yani ümmetlerine şöyle deppəsilə biz şu vaxtın üzüdə boğan əhvallarını, yani tüvənki boğan əhvallarını ki üzünə şu vaxtın üzüdəki boğan əhvallar idi, bunun üçün ümmetlerine deppəsilə. Şu vaxtın üzüdə mənə sınıған idi İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın ki Rabbi bir minci sözler olan, yani bir minci qılıq əmr pərman muş işlər olan Allah Teala İbrahim aleyhisselam'ın ki Rabbi olan Allah bunun için sınıgan idi. Muş sınıgan vaqanın üzerine sıra ümmetlerge çoğu deppəsilə. Şundan fətəmməhunne. Şundan İbrahim aleyhisselam bu sözlerin üzerine kamil, mükemmel, tuluk bir adaço kıldı. Şundan dedi Allah Teala, cezmemen seni insanlığa bir imam kılımen dedi. Diğer vaxtüzde dedi İbrahim aleyhisselam, ve min zürriyeti. Benim balvakıllarımdan mı şundak imam, muştak kıtbergen bolsalar, benim puştudum ebedül ebed, muşundak imam bolduğun adam çıkkan bolsa dedi. Degəndəkin Allah Teala dedi, la yanalu əhdil zalimin. Meninki əhdim, meninki vədəm zalimlığa yetməydi ki, yəni imam qilish deb sana bəgən əhdəmnin üzü, yəni senin imam buluş degen deb bu işlərin üzü, yəni imam buluş degen gəpnin üzü, mənə peyğəmbər buluş və alim buluş. Bu əmdi, nübüvvət deydi əmdi, yəni peyğəmbər buluş. Bu işin üzü zalimlığa çok yetmeydi o. Zalimlığa undaq nəsi çok bəməymə. Dep Allah Teala şunda dedi. Yeni desler Muhammed aleyhissalatu vesselam. Şu vaxt üzüdə biz qıldıq Beytullah'ını, yani Allah'ınki beytini, insanlar üçün qaytıdığan bir cayço qıldıq. O yine hatırcam cayço qıldıq. Bunu deppəsilə. O yine dedik, tutun sıra İbrahim aleyhissalatu vesselam'ınki makamını sıra namaz okuyduğun cayço tutunla dedik. Ve ehdi kıldık biz, yani buyurduk biz İbrahim ve İsmail'ni, şunda da buyurduk ki, pakkıgın, sıra işkanlar meninki beytim boğan Kabe'nin şu pakizdanlar. Kim için? Tavap kıldığın kişiler için, oturduğun kişiler için, ruku, secde kıldığın, yani namaz okuyduğun kişiler için, müştak paklanla de buyruk çok kıldık. Kandikin ulucu mağılda şu işini çok kıldı. Yine deppəsilə Muhammed aleyhisselam şu əhvallarını ki, dedi İbrahim aleyhisselam, ey Rabbim, mani yani Kabe'ninki üzerine, yani Mekke'nin üzerine, hatırgem şehir kısılan. Ve yine Mekke'ninki ehlige, meyvelerden rızk çok bərsile. Yani Mekke'ninki ehli kim idi? Anda bir kişi ki uladın Allah'a ve kıyamet günüge.
iymon keltirgan kishiga mushtar rizqchu basilar dedi Alloh taolo men kafara fa ummatihu qalilan summa astarruhu ila azabin nar va bi'sal masir. Alloh taolo dedi kimiki kafir bo'lsa men uniki o'zini azroq bu dunyoda yoshtiman. Ondikin uniki o'zini men azobin nar o'tning azobiga men muhtoj bu yerga akirman. Va bi'sal masir. O joyning o'zi nemandoq qo'rqinchli, ajab eski bir yerda o'zaq degan deb Alloh taolo mushtaqchu deydi. Yana Alloh taolo bu oyatning o'zida Ibrohim alayhissalatu vassalamning o'zining mana ahvolini bu yerda davodi. Ibrohim alayhisalom qanday bir payg'ambar ekanligining o'zida bu to'vanki oyatda mushning ustida to'xtaladi. Endi bu yerda buni to'xtalishning o'zi yuqorida Alloh taolo Yahudi va Hristiyanlarning o'zini mana unda qanday inom qilganligini, bo'libmi Yahudilarga mana qanday inom, ihson, yaxshilik qilganligini, uningdan ularning o'zini yaxshilikning o'ziga mana bu shukr qilmay, uning qarshi chiqib kafir bo'lib, o'zgartib, mushtaq askar qilib, mushtaq qandikin uning qarta Alloh taolo ularga qanday bir azob, uqubat, intiqom olganligining o'zini nima qildi, to'xtaldi. Mana shuninglar birlikda buning qatorida mana Hristiyanların üstünde nima qildi? Ular to'xtaldi Alloh taolo. To'xtalgandan keyin endi har ikkisiniki o'ziniki payg'ambarning nimasi kim? Ya'ni Ibrohim alayhisalom. Haqiqatniki ya'ni atasi olgan Ibrohim alayhisalom mushtaq katta bir kishi edi. Sen mushlarniki nimasisan? Sen mushuk kishilarniki ballarsan. Ballar olgandan İbrahim alayhisalom mushtaq yaxshi qilib, shu odamning o'zi men sinagan silahniki o'zi rasmiy yutib uni mukofot berish jihatdan mushtaq haqosiniki o'zini mushtaq katta bir yaxshi shu davrning o'zidagi eng yaxshi insonchilik qildi. Qilgandan keyin shu atani do'rab sanmi meni haqiqatga ergishib, meni Muhammad alayhisalom iymon etib, Qur'onga ishilib, sen shundoq çok savunmanısın, askerligini ham savunmandı bu yerda, to'xtatsamamamdi. Deb meni Alloh taolo bu oyatning o'zida bu yerda shu duoda demdi. Degandan keyin onun da başka tövende kıbledeki özgertiş ahvalı var. Beni Peygamber Mekke'den Medine'ye geldikken 16 yak 17 ayındaki içinde Peygamber Aleyhisselam Beytül Mukaddes'e qarab namaz okudu. Namaz okuyandikken onun deyken Peygamber Aleyhisselam'daki arzusu beni burunkudak Kabe qarab namaz okuşunu bunu arzu kıldı. Arzu qandikin Allah Taala şunuga asasen şu namaz o'qigan vaqtida buniki qiblasining o'zini Kabe'ga Makkedagi Kabe'ga qarab o'zgartib berdi. O'zgartib bergandan keyin bular nima qildi ekan? Har xil mushtaqiyatni qildi. Bu Kabe'ning o'zini Ibrohim bilan Ismoil degan payg'ambar men mushtaq cho'qqan bir uy. Unda o'g'andiki bu nima nihoyat ulug' bir uy. U qandikin u siniki Boğan deb atlayotgan, peygamberin boğusu deb atlayotgan İbrahim kan bir nima yasıgan bir öy. Yani qilib qolganning o'zini. Unda o'g'adikin buni nima uchun unda qarshi chiqib qolsamışdan nima qilsan? Degan asosda Alloh taolo bu yerda bu İbrahim alayhisalomniki bu yerda qisniki deyishniki sababi nima o? Men mushundan shu iborat. Endi Muşun ibaret oğandikin Yahudi ve Hristiyan, onun da başka Mekke müşrikin özü, mene İslam dini kirsi unmay, yak biz diyenli mantak andak adam, müşriklerin özü mü, yani aşağı müşrik bu turulğun Kureyş kabilesinin özüdikiler, yani aşağı İbrahim Aleyhisselam'daki biz dini de kuvvetimiz, biz mantak diyen hata dininde neyimizi yüzü kıvelip, vay biz mantak diyen biz onu kılmayıp bu diyen o peygamber emezlep, aşağı karşı çıktı. Karşı çıkandikken mena İbrahim Aleyhisselam'daki müşta Adem'te anda olgandikken bunun kartta hakasın nima qilishing kerak bu yerda iymon kerak deb bu yerda bu qissani chu davodi demdi. Endi vazkur degan gap yani bu nima o iz degan gapning o'zi zarb zaman. Biz hamda Viqoyda kitobning o'zida buni o'qidik. Zarb zaman bo'lgandiki, zarb zamanniki o'zi jazma bu zarbning o'zi bir omil bo'ladi. Omil bo'lgandiki, jazman o omilning o'zi yoki deyilish kerak, yoki u yerda bo'lmagan bo'lsa, u yerda mana mahsub deb qaralib, u yerda taqdiran ba deb nima qilamiz, u yerda deymiz. Shuning uchun va iz
degan gapning o'zi yani uzkur deb atadi. Yani iz degan gapning o'zi uzkur degan mushu nimaga pilg'i nima o mushu mutalliq. Yani iz degan gap ol zamonda bir vaqtda degan gap. Yani şu vaqtning o'zida bo'lgan ahvollarki u qavmi Ibrohim alayhisalom Alloh taolo shu taqildi deb taqildi mush gapning o'zini sen uni shu dabba zikr qilib sening payg'ambaringga yani sening ummatingga nima qilib bergan Muhammad alayhisalom dabbaga degan nima bo'ladi gap bo'ladi. Endi buni vazkur deb mushtaq mufrat xitobqa mufrat mushtaq taqdir qavvat o'zida bu xitobning o'zi Muhammad alayhisalomga qilgan nima u xitob. Endi buni Cem'i qavatızda. Cem'i qilib mana vazkuru yani va iz degan gap uzkuru degan gap bo'ladi desek, uçağın o'zida bu Yahudlarga qilgan nima bo'ladi, xitob bo'ladi. Ya'ni zikr qilgin sen, zikr qilinglar ey Yahudilar. Mana kimni, nimani tövenki ahvollarniki o'zi bo'lgan bu haq ish İbrahim'e kartta. Men muştaq bo'lgan bir ish undan bo'lgandiki buni kartta siz nima uchun islom diniga kirmay, Muhammad alayhisalom payg'ambar ekan e'tirof qilmay, mana bu nima uchun qarshi chiqsalar degan nim bo'ladi o'chanizda gapchi bo'ladi. Mana Imom Suyuti rahmatullohi alayh vazkur degan gapningki o'zini bu yerda mufrat, ya'ni payg'ambar alayhisalom qilgan xitob deb nima qildi uni debdi. Yoki uzkuru degan vaqt o'zida yana payg'ambar sallallohu ummatlarga ham xitob topma unda qaraldi. Endi ibtilo shu vaqtning o'zidagi ahvollarning o'zini Muhammad alayhisalom ummatlarga deb berganki, sinidi Alloh taolo kimni İbrahimni yani sinidi seninki Rabbin İbrahim. Ve izibtala İbrahim'e Rabbuhum. Şu vaxtımızda senede İbrahim'deki Rabb olan Allah Teala ne kıldı? Senede dedi. Mayada ibtila, yebteli, ibtilaen diyen gep, bela diyen, balayı afet diyen gep oldu. Bu yerdeki mevzusun üzeri, inbersin ime onu, şu sınavandaki balayı afet geldik, bu itibarla sınavdaki üzerine ibtila dedi. Yani ihtibare diyen ne oldu? Gep çok oldu. Yani senede dedi. Allah Teala İbrahim'ni senede. Endi Allah Teala hemmini nem qilib turiyada bilib turdi. Bilib turgandan nima uchun bir narsaniki bo'lishniki necha ming yil, ya'ni bir narsa vujud chiqishniki oldida Allah Teala qandoq bo'lganligini o'zini buni chu biladi. Bilgandan bu e'tibordan bu bilgandan asli bu silmoqlikka kirashgan mushtaq bo'ladi deb hukm cho'q qisib bu cho'q bo'ladi. Lekin undaq qilmay Allah Teala nima uchun İbrahim alayhisalom senedi deb bundoq deydi desa, chunki senedi deb qilishning o'zi insonlarniki o'zi bir-birisi qandoq ekanini rost odammi, yolg'on odammi, yo haqiqiy mo'minmi, emasmi, ishonchlik emasmi, meni yolg'on gap qilamdi, rost gap qilamdi, va'zi turam, to'mam deganidek bunda bir narsa sanash uchun insonlar o'z o'ttirishga bu gapni chu deydi. Bu ishni chu qiladi. Qilgandan Alloh taolo hamma narsani bilsimi, shu e'tibordan Alloh taolo insonlarniki mushtaq bir sinaq tariqasida mushtaq chu qildi degan insonlarniki ishlariga o'xshatib shu ham shundoq bo'ladi deb Alloh taolo amini bilib mushtaq bo'ldi deb qismi, lekin sinaqchining o'zi insonlar ishi o'tirib olgandan bu e'tibor bilan bu yerda Alloh taolo İbrahim alayhisalomni sinidi degan bu gapni qilish sababchi shu. Endi shundoq qilish orqali qanday qiladi? Alloh taolo İbrahim alayhisalomni shundoq katta payg'ambar aslidan kichikchani tug'ilishini tarif tabiiy shundoq bir haqqa moyil bo'lgan bir nima o kishi. Buni bilgan bo'lsa-mu bilgan bo'lib men bu ishni mushtaq qilman demasdan buni amaliyat ko'rsatib buni nima qildi uni uqtirdi. Uqtirishning o'zi go'yo nima bo'lganda bo'ldi, sinaganda bo'ldi. Shu e'tiborda bu yerda Alloh taolo İbrahim sinidi degan gap shu. Sinashning o'zi qanday bo'ladi? Bir odamning yolg'on yoki rost yoki haqiqiy shundoq emas ekanligini bilmaydi bu odam. Bilmagandan odamning rost ekanligini o'qish uchun sinaydigan gap. Alloh taolo unda ish yo'q ketmaydi. Uni amali uchun Alloh taolo biladi. Endi İbrahim'e degan gapning o'zi bu nima? Maf'ul. Rabbuhu degan uningki fa'ili. Fa'il bo'lgandan bu yerda İbrahim degan bu maf'ulni asl filmdan fa'il keladi, fa'ildagi maf'ul keladi. Bu qoida
kelgandikin asli qoida bo'yicha shunday qilish kerak. Lekin bu yerda İbrahim degan maf'ul bo'lgandikin Rabbu degan fa'ilning ishidagi zimir maf'ulga yenilgan bo'lgandikin bu e'tibordan İbrahima degan maf'ul bo'lgan ismni muqaddam qilib ilgari keltirish sabab shu. Agar undaq qilsa, zimir bo'lgandikin hu degan zimirniki o'ziniki oldida o'tgan zimir ismi bilan qoladi, yonadi. Yongandiki bu yerda al-izmar qabla zikr lozim kelmasin deb, shu bu yerda İbrahima degan maf'ulni Rabbuhu degan fa'ilning beshiga akirish sababchi shu. Endi İbrahim bir qiroatda, ya'ni Qur'oni Karimniki o'zini o'qishda mana bir qancha nima bor, qiroatchi bor. En meşhur qiraatning o'zi nima? 7. Uniki yeni bir so'z 10 xil o'qiydigan qiraat. Endi bu yerda o'qish, ya'ni Qur'oni Karimni mushundoq ya'ni talaffuz qilish orqali o'qishda bizniki umum hozir iqvat dilayotgan nima? İbrahim deb mushtaqchu deydi. Bu arablar mushtaq deydi. Bizmi Uyg'ur tilida buni hech qanday o'zgartmay İbrahim chu deymiz. Endi deydi va fi qiraatin İbrahim. Yeni bir qiraatda bu yerda İbrahim deb o'qimay, nim deb o'qiladi? İbrahima. Va izibtala İbrahima rabbuhu deb nim qiladi? Mushta o'qiladi. Mushta bir nima va qiraatchi bor deydi. Endi İbrahimning o'zi bu ajami bir ism. Ya'ni Arab milleti barliq kelishniki oldida bir dil nima bir Arab milleti bo'lmagan vaqt o'zida, xalqi bo'lmagan vaqt o'zida deyilgan nima o bir ism. Ism bo'lganlik bu ajam bo'ldi. Ajam bo'lgandikan bu İbrahim alayhissalom mana buningdan 4000 yil burun, ya'ni bizniki hozirgi tariximizdan mana 3800 yoki bo'lmaydi 4200 yil atrofida, 4250 yil bilan 3800 yil atrofida hozirgi mana shu Iroqniki burungi davr o'zida eng mashhur bo'lgan bir imperatorlar Babil. Babil degan imperatorlarning davridagi shu yaqin Namrud degan podshoh kelgan vaqt o'zida shu Iroqniki mana Ur-Kildaniya deydi, yana birisi Haruran deydigan, Iran deydigan Dicle bilan Fırat'nınki ağırlığındaki aşağıda bir adamnınki nemisi dünya kelgan adamchi şu. Bu nima? İbrahim. Bunun da 4000 yıl burun tahminen. Şu yerda bardık kelip unudikin o adamning, o kişinin üzeri avtomatik tabii holatda bu Allah Taala uniki talantı aşında kichik chog'da tortib ahni yüzü qarshi turgan biladigan Allah Taala taraflagan mushta bir istedodni shu unuvchi bergan. Şu bergan vaqtida kichik chog'ni tortib otasi bilan qilayotgan ibodat nima butqu qilish va kazo kishi unidikin ashadagi insonlarga avtomatik holatda ashunda seni Robbing kim mushta qilsa ibodat qilamsizlar. Mening masalan o'sha tamsil jihatda men yulduzni qardi, yulduz qara meni Robbim o'shay dedi, unidik deganda mushta bu oyat bor. Men mushta qilish orqali mushta shu ne bo'lgan, ahvollar shu bo'lgan. Shu vaqtda İbrahim alayhisalom andikin o butqu pajshurishninki o'zi men ig'ir darajada avjab ketgandikin uni tuzitaman deb o'sha vaqt o'zida men ashta bir shaklni cho'qqan. Qilgandikin shuning bilan İbrahim alayhisalom u yerdikan Namrud degan podshoh deganki zolim podshohning o'zi o'chani o'zida men o butni chiqib ashta cho'qqan. Qaldikin andikin İbrahim alayhisalomni tutimiz deb solaymiz deb andik o'tga tashlab u yerda qutib chiqqandikin bu yerda Alloh taoloning dinini rasmiy biz nim qilamiz u yerda mana Alloh taoloning dinini men yetkazman shu bo'yicha amal qilman deb o'ziniki asli tug'ilgan Iroqniki Dijladan Furatniki orlig'i joyniki o'zidan bu İbrahim alayhisalom nim qildi u yerda mana u yerdan hijrat qilib Falastin taraf Sham tarafga cho'kib ketdi. Yani bu zotning o'zi shu. Bir kelimatin. Hem de kelimatin degan gapning o'zi kelimetun deydi. Kelimetun degan nima? Sözlük. Yani bir dani sözlüğün üzerine Arap tilinin üzerinde asli bunu deydi. Hem de bazı vaqtning üzerinde onu kalamning üzerine kelime deb işlagan ish cho'pa. Hem de İbrahim Aleyhisselam'ni o'zininki Rabbi bir minchi kelimeler bilan bir minchi kelimeler bilan nima qildi? Silidi. Bir minchi kelimeler bilan silidi degan gap nima bilan o kelimeler, o sözler desa, emirler ve navahiler. Bir minchi buyruq ve menhi qilgan ishlarki, mana buni Alloh taolo o
İbrahim Aleyhisselam'a onu qilishga nima qilgan? Taklif qilgan. Mushu narsa shu. Mushuni qilamdi, qilmamdi deb Alloh taolo insonlar ko'rsatib mushta rasmiy aniq qilish uchun Ibrohim alayhisalom mushni qil deb nima qilgan, uni taklifini u mushta taklif qilgan. Mushta shu buyurgan. Mushta sinab qilamdi, qilmamdi. Endi bu buyurgan va to'sqan narsa nima? Ya'ni kalimat degan nima deydi? Kelimeler. Kelimeler degan nima bo'lsa, bu yerda ulamolarimizniki o'xshamagan boshqa nimalar bor, ko'z qarashi bor kelimelarniki o'zida. Endi bu yerda Imom Suyuti rahmatullohi alayhi debdi. Bu yerda avomir va navohi musho, ya'ni ma'ni qil, ani qilma degan, men mushu nima shu amr farmonlar bu deb mushtaqchu debdi. Degandan yana Imom Buxoriy, Imom Suyuti deydiki, deyildi bu kelimat degan gap manasikul hajj. Hajning nimasi o? Haj qilishga bo'lgan ibodat. Ya'ni haj ibodatlari shu. Haj ibodatlari qavun, mana Ka'baning o'ziga tavof qilish, uningdan 8-kunning o'zida Minoga chiqish, Arafotga chiqish, 9-kuni uningdan u yerda yenib, andik Muzdalifada miqat, uningdan nima Minoning o'zida o'ni qurbonlik qilish, uningdan tosh etish deganlarning hammasi bu haj nima bo'lgan bo'ladi? Ibodatlar bo'lgan bo'ladi. Men mushu haj ibodatlarning o'zini Alloh taolo Ibrohim alayhisalomni qilishga nima qilgan o'chog'ingizda buni ularga silagan. Silagandan Ibrohim alayhisalom ash Alloh buyurgan deb aynan yoki ha demasdan u ishni qilgan deb mushtaqchu deydi. Endi Alloh taolo İbrahim Aleyhisselam'ın bir minç kelimeler bilen sinedi deb İmam Suyuti rahmetullah alayhi bu gapni mushtaqchu devadı demdi. Endi bu yerda bu nima bo'lsa, İbrahim Aleyhisselam'ning mushtaq taklif qilib, mushtaq qil deb qolgan ishning o'zi, mana bu o'zining o'g'lini nima qilish, u yerda bo'g'izlash. Shuningdek, ayoli bilan o'zining kichik bolasi bo'lgan İsmoil Aleyhisselam'ning o'zini hech qanday bir narsa yo'q yoki ishim yo'q, ya adam yo'q, yoki opirib, ash Makkaning o'ziga Ka'baning o'ziga shu qilib qo'yish. Men mushu narsa uchun iborat. Mushu narsa bo'lgandan buni o'ziga Alloh taolo mushtaq qo'y deb vahiy qilib o'qitgandan uning qarta Ibrohim alayhisalom har kun ikkilanmasdan uni shu 100 Alloh mushtaq degandan deb qanday qilib qoladi demasdan bu ishni qilgan. Men mushrik qilgandan Alloh taoloning buyrug'i bu Ibrohim alayhisalom buni rasmiy silohdan o'tib andakin qonuni men Alloh bütün insoniyat, bütün payg'ambarlarning bo'g'isi qilgan. Bundan pushtidan payg'ambar chiqadigan holat shu ekan. Mana bu Yahudilarningki ichidan mushundaq mena payg'ambarningki jiq bu chiqishligi sababi mush tarafdan shu kelgan. Mushu mukofot. Endi birisi endi hajdagi mansak, haj ibodatlari. Haj ibodatlarning o'zida bu mushaqqat bir ibodat, mushaqqat bir ish ig'ir. Mana mushrik qildisa Ibrohim alayhisalom shuning ichida qurbonlik qilish, o'g'lini nima qilish, Ismoil bir dona o'g'li bor. Shuningki o'zida qurbonlik qilishga iborat bo'lgan osh ishini nima qilgan, uni shu buyurgan. Buyurgandiki buni bilan nima qildi? Qani o'zi bak yaxshi ko'rdi. Ibrohim alayhisalom 80 necha yosh kirgan vaqtda o'zida Ibrohim alayhisalom andik bal ko'rdi. Bal ko'rib Buhacer degan ayolining o'zidan bu balachi tug'ildi. Tug'ilgandan Allohning amri farmonlari bilan mana shu Ka'baning o'ziga shu yerga hech qanday odammi yo'q, o'simlikmi yo'q, shu quruq bir yerni o'ziga tashlab qo'ydi. Tashlab qo'ygandan mana Alloh taolo mana o Ibrohim alayhisalomni shundoq yosh bir yer kelgan. U vaqt o'zida bal ko'rib baxmagan. Unda o'g'aniki bak yaxshi ko'rdi. Yaxshi ko'rgandan İbrahim o'zini mening buyrug'imni yaxshi ko'ramdi yoki balzi qilamdi deb bu yerda amaliyat sinab ashtaqandan Alloh buyurdi deb hech qanday gap qilmasdi. Shunga ay ikkisini opirib aşağı qo'ydi. Qo'ygandan Buhacer onamiz, ya'ni Buhacer nima dedi Hacer? Ya İbrahim, bizni kimga qo'yib qo'ysan? Bizga nima qo'yib qo'ysan? Kimga qo'yib qo'ysan? Bu yerda hech qanday binasi yo'q tursa, suv yo'q tursa, binasi qanday qilsan? Degandan Alloh buyurdi. Alloh buyurdi degan, ha degandan unda gap qilmayla, oqi qarmayla shu mangan. Mangandagi shu e'tiborla anidikan Hacer shu yeydigan narsa tugidi, suv tugidi, unidikan Ismoil alayhisalomga yig'lab qo'pqandiki shu bilan Sapoga chiqdi adam bormiki deb u yerda yo'q, yugurib yana Minoga chiqdi. Minodan nima? Sapo Marva
Yani Safa degan taq chiqdi, Marva degan taqqa unidan chiqdi, chiqqan u yerda adam yo'q, ya'ni 70 keldi, shunga yer sayniki vojib bo'lish sababchi shu. Mana shuni bilan ondaki bu yerda Alloh taolo bu Hajar onamizniki bu ishni qabul qilib, Ibrohim alayhisolamniki asliqni o'tganligi shunga bilan Ibrohim Ismoil alayhisolamniki oyat tug'an yerdan Zamzamdan iborat buyruq yana quduq suv bu yerda bulg'ishib chiqadi. Chiqqandaki shunga andaki suv bo'ladi, undaki u yerda cho'ng'iydi, undaki Ibrohim alayhisolam mana Ismoil alayhisolam bir qancha yosh, 10 necha yosh kirgan vaqt u yerda keldi, kelgandek berib kelib turdi. Shu vaqtda Alloh buyruq qilib, albatta yaxshi ko'rib boshlab ziyorat qilib turdi. To'g'andaki bu sinash uchun bu bo'g'izlar o'zaning bolasini degan vahiy qilish orqali tush ko'rsatdi. Ko'rsatgandan mana yuqori boshqa oyatda bor. Men mushta bir tush ko'ribdi, men o'g'lim qanday qilaman degan vaqtda Ismoil alayhisolam buni qabul qilib, seniki Pepel ma tumaru. Ya ata sen ya abati. Hey ata sen nemini buyurgan bolsa onu qil. Sen meni sabr qilish topsan. Men chidayman degandek amal qilib, shuda rasmiy bo'g'izlashnimiz pichoqni nim qavaqtida Alloh andiki seniki neman qabul qilindi hozir. Qurboni qabul qilindi deb uning o'rniga mana qo'shqoni, mana qo'yni, hayvonni bo'g'izlash uchun buni çok pidaqçı bəgin. Men müştabir çoğu ehvallar bolğan. Men müşnumuda nima qilgan u yerda silğan degan nim boludu, gapçı boludu. Deb nim qılıdı deydimdi. Onun da başqa hicrat qilish. Allah'nınki ibadet qilman, Allah davet qilman deb o'ziniki yutib olgan aşo yiliqi kildan, yani aşo Haran degan aşo joyning o'zida imkon bo'lmagandikan bu yilqi Namrudning o'zida shu hokimiyat shu vaqt o'zida hozir Iroq, Suriya, Sham, Turkiya deganlardek atrofni hammani bu idora qilgan bu. Unda o'g'andikan buni qarshi o'tqa tashlab ashtaq qilsa buni nima qilmagandikan o ya'ni ko'ymay o'cha tirik chiqqandikan o'chani yeni tug'may askar turgan u yerdan darhol o'zining ota-onasi o'zining yurtda tuqqanidan voz kechib Ibrohim alayhisalom shu chog'ning o'zida Makka ya'ni Baytul Muqaddasga Sham tarafga ketdi. Şimdi bu cümle muşluğuna sınıgan. Yani hicret diye ismi çoğumuşta. Hem de deyilip de bu yerde kelimat diyen gap bu neyim o dese yüzünki mina İbrahim'in yüzünün Rabbi birinci kelimelerle sınıdı diyene yani töbendi deyilgen bir qancha nimeler var kılıklar çoğba. Yani sünnet olan emeller çoğba. Şu emeller arkalıp İbrahim Aleyhisselam'ın Allah çoğu sınıgan. O kavud etti. Birisi ağzını çaqaş, ikincisi burnunu çaqaş, üçüncü misvak qilish, dördüncü mana bu burnunu erish, beshinchi choshni, yüzüp ketgan choshni ikki tarafga uyurish, oltinchi bo'lsa tirmoq erish, o yettinchisi bo'lsa qo'ltiqning tukini erish va oldi kan a'zoning tukini erish, shunda xatmi qilish va istinjo qilish. Mana bu 10 sünnet. Bu 10 sünnetin özü Peygamber hadisi degende men ilgaki peygamberler olgan İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti deb baştanım qan uni beketken. İbrahim Aleyhisselam ne Allah Teala muş işini çok qayal degandeki şu vaqtning o'zida bu İbrahim Aleyhisselam muş işini çok qilgan. Qilgandikin buni qilish bilan birlikda qavaqtida kamil mukammel çok qilgan. Bu vaqtimizda kamil mukammel qilgandiki bu sinoqni o'tgan. Mushunga silag'andi. Mana bu kalimat degan gap mushucho shu deb nima deydi o degan gaplarmi shu bor. Mana bu İslam dinimizdeki asli tabiiy nima o din. Bu insonniki asli tabiatiga muvofiq keladigan. Mana har gün bularniki yashash va uniki baxt saodat turmush ko'rishi zid bo'lgan bir din shu emas. Bunda bir din emas o, din shu emas. Mana og'zini chaqash, misvaq qilish, mana tushlarni erish, tirmoqni erish deganidek, mana oldi oqining tukini erish deganidek mushundaq narsaning o'zi asli inson bo'lgankin hayvon bilan insonning ikkisining o'rtasidagi farqi mushu. İnsonniki madaniy bo'lishning tarbiy cho'mushu. Buni allama qachon Alloh taolo İbrahim alayhisolamga o'rgatish orqali bu insoniyatga bu nimqon uni o'rgatgan. Nimqon o'rgatgan. Şu an İbrahim alayhisolamning o'zi bir rivoyatning o'zida cho'ng 70-80 yosh kirgan vaqtda xatmi cho'q qilingan. Deb nim qildi bunuga jatcho qarildi. Endi istinjoning o'zi bu insonning o'zi bir odam buni o'rgatmasa,
O'shaningizda u hayvon o'xshaydigan bir holat bo'lgandikan, faqat insonningki yaxshi yomon obdanib bilish uchun shu yaratuvchi bo'lgan zot tarafdan kelgan ta'limot bilan shunday holatga shu kela oladi. O insonlarning o'zi o'ziniki aql bilan uni tushunib bilolmaydi. Agar Alloh taolo tarafdan tushgan, evatilgan payg'ambarlarningki ash gaplarning o'zi bir millat yo bir yerlik insonlarga yot bo'lmasa, ular ayni hayvon o'xshash yashaydi. Hozir kunimizga ba'zi ibtidoiy qabilalarning ahvolini ko'ryapmiz. Ham buning oldidagi shunday yetmagan ash qabilalarning o'zi ahvolini qo'ysak, hayvon bilan hech qanday bosh farqi yo'q ash bir holatda yashayotganligini qo'yamiz yerda ko'ramiz. Ham bu tarixni o'qiyotmiz. Mushtaq dedi. Bütün bedelleri tüyüp, kolları üsüp ketken, ağzı burap ketken, muşta koltuğu unda olgan, unda yalık neme kımıgan, xatma kımıgan, aşağıda tüçü bu. Bu da resmi insan medeniyet dinimiz açıkış için Allah Teala İbrahim'e muşta çok karşılığına İslam din, ben bütün insaniyetke medeniyet tazdik ve onun başka, ben kantaksa medeni bir insan bolu diyenin bunu neme kan bunu öğretken. Ben muşta kayır, diyen ne boludu? Gepçi boludu. Müşlümüne Allah'ın ne mukan? Men sınıgan. De müştakçı deydemdi. Hem de yine bir nemineki üzere yine başka 30 tane bir nemi var. Ben sörenin üzere söre saale sailun söre mu'minun diyeledek müşta söre Enfal diyeledek müşta bir Allah'ın muhim kan bir ferman var. Müslümanlar sınırı diyen mutaf bir rivayet mevcuba. Fa'temmehunne. Şununla Allah, şununla Peygamber İbrahim Aleyhisselam bu kelimelerin yüzü kamil, mükemmel bir şekilde adaçı kıldı. Tuluk bir şekilde. Tuluk bir şekilde yüzü ada kılışınki birisi o İbrahim Aleyhisselam'nınki niyeti ve o İbrahim Aleyhisselam'nınki nemesi o konudu. Konunun yüzüde hiç kandak vaktinizi ikkilenip kalmayın. Kandak bola ki bu demezsizler şüphetim emel kıldı. Emel qavaq düzde, tamamlı qavaq düzde Allah Teala kandak buyurgan bolsa ya onunki üzerine kam ya ziyade olmayırsa aynı şekilde müştakçı kıldı. Kandikin 100% bunu kıldı tamamladı. Tamamladı. Yani eddahunda tamatin. Yani İbrahim Aleyhisselam mevudnesi yüzde tamamladı, kamil, mükemmel boğan alette. Hiç kandak bir nezi kam ya uşukçu bupkamıdı. Hem manevi tarafta mı niyetiden, konuda ya fikirde ya kandak bupkala bu balamı bu yerde ayağımı koysam ya ülüp getem aşsız ya ki muşudak aş karip ya suzu karip ya ki hayvan yak getem demezsin. Aşağıdan şu Palestin'den ekilip mene o İbrahim mene İsmail olan mene aşağı Hacer annemizin üzerine aşağı çok koydu. Bunun için hiç kandak vaktinde konuda ya kandak bupkala demezlik. Emniyet muştak koy dedi. Aşağı işaret Allah Teala bildiği yani aşağının üstüne o Yakup koydu şuna kendine karman için mağdı. Bunu en kamil mükemmel tarih muştak çok kıldı. Tamamladı dedi. Tamamlığa vaktinde kâle inni câülike linnâs imamen. Endi hoş İbrahim Aleyhisselam muşundak işlavlen men muştak işlarını kılış arka Allah'ınki sınırdan ütüptü. Ötkendeki nim boldu uçağınızda? Salakta ötkendeki mukafat boludu. Nim boludu, mukafat boludu. Onu resmi mukafat berip, men o mukafatınki her xil şekilde çöp boludu. Bu andaki deydi Allah Teala bu İbrahim Aleyhisselam şu kelimelerin üzerine ravuz şekilde bir ravuz yüz muşta ada kandaki onun mukafatına Allah Teala şuna dedi ki ne mi dedi? İnni cailuke linnâsi imamen. Cezmemesine insanlar için imam kılma. Yani imam kılma diyen gep neyim o? Dinde yeterç kılma. Yani Allah Teala tarafından gelgen dinin üzerindeki bütün asası yeterç olan nemunesi sile kılma. Değil. Bu dinde yeterç diyen bu iki taraf. Birisi itikadi, yine birisi ibadet tarafı. İman, iman ve itikad. Şundak ibadet tarafında dinin üzerinde bütün sendeki gelgen peygamberin üzerinde seninki imanın kantak olan olsa şu iman asas oludu. Şundak seninki ibadetin kantak umumu cerettin. İbadet bazı kısmı yanında oradan bozsun özgürlük durdu.
Peygamber zamanı gerçek aşıda nem qilib ilgarining o'zi jamiyat mahkamaga vaqtda Alloh taolo buni bilgandiki uni mansub qilib uni dekin payg'ambarning diniga yog'di uni osonlashtirib uni yo'q qilib ba'zini cho'mqon mana mushu naskarahning o'zini mana ibrohim alayhissalom nima qilgan o'chon o'zida rasmiy bir shaklda ibrohim alayhissalom mana namuna bo'lsin deb mushtaq cho'qqan shu ibrohim alayhissalomniki din nima dinul hanif mana dinul hanifga ibrohim alayhissalomniki dinning o'zi hech qanday vaqt o'zida uning ichida xatolik yoki botil yoki shak yoki to'g'ri bo'lmagan amaliyot uyg'un bo'lmagan degan bir dinchi nima u bir din uning ichi hanif degan hech qanday vaqt o'zida xatolik yoki undoq bundoq bir narsa yo'q bo'lgan unida xoli bo'lgan mana xatolikdan mayilib haqiqat to'g'ri bo'lgan dinning yuz bo'lgan nima u din degan cho'q gap bo'ladi mana shu dinning o'zini nima deymiz ibrohim alayhissalomning dini deymiz mana ibrohim alayhissalomga mushundoq ishlar qoldi ekan uni mukofot berib payg'ambar alloh taolo butun bundan keyingi kelgan nubuvvat va mulk shuningdek u dunyoga va nimaga dunyodagi ishlarga ig'dorchilik qilib diniy tarafda rahbarlik qilish payg'ambar bo'lish uni podshoh bo'lish deganidek mush naskarahning o'zini biz sanchu mushni mukofotni berdik dedi degandikin mana yahudilarning o'ziga Alloh taolo mana mushundoq mukofotni shu bergan chunki yahudilar hammamizga ma'lum bo'lgandek Yaqub alayhissalomning 12 dona o'g'ildichu barliq kelgan 12 dona o'g'ilda barliq kelganda Yaqub alayhissalom Isoq alayhissalomning o'g'li Isoq alayhissalom bo'lsa İbrahim alayhissalomning o'g'li unda o'g'likin yahudilarning o'zida mushundoq payg'ambar chiqishniki sababi birisi musho İbrahim alayhissalomniki berilgan mukofot ikkinchisi İbrahim alayhissalomga yana bu İbrahim alayhissalom shundoq degan tövəndi keldi. Mening zurriyimdan mushtaq bir payg'ambar mushtaq meros qilib qolgan degan vaqtida buni qabul qilgan. Shunga payg'ambar alayhisolatu vassalam mana İsmoil alayhisolatu vassalamniki mana nimada kelgan nasldan shu kelgan. Naslda kelgandan İsmoil alayhisolatu vassalam İbrahim alayhisolamning nimasi o bolasi. Unda lekin qiyomat kichilik İbrahim alayhisolamniki nasli kelgan nima o nubuvvat. Bu nubuvvatni o'zi meros qilish shaklida mana rasmiy uni loyiq bo'lgandan keyin bu meros emas loyiq bir shaklda ashtaq loyiqat bo'lgandan keyin ammo zolim xato mundoq bo'lgan bo'lsa u tugaydi shunga İbrahim şu an Yahudilarning o'zida İsmoil İsa alayhissalom zamoni kelishib o'tmagan payg'ambar noyatijiq Qur'oni Karimda 20 necha bor. Mushundoq bo'lib Yahudilarning o'zi oqadan mushtaq xato qilib tuzkorlik qilib payg'ambarlarning gapi unmay o'ltirib mushundoq qandikin Alloh taolo anidikin buniki o'zining hikmatiga asosan qudratiga asosan bu nubuvvat degan gapning o'zini İsmoil alayhissalomniki pushtidan bo'lgan Muhammad alayhissalomga nima qilib uni chu berkilik. Shuning bilan ular qanday qildilar? Allohning la'natiga uchrab ketdi. Ular mal'un dedi, xor bo'ldi dedi. Har qanday yana xor bo'ldi. Ularniki kirdigan yerniki o'zi do'zax dedi. Qur'oni Karimda buni oldingi darsimizda buniki darsi chiqdi. Mush uchun o'qiyapmiz. Unda o'qadikim bularniki ichidan payg'ambarlar chiqib mushundoq katta bo'lishniki sababi shu. Buni ular anidikin Yahudilarning o'ziniki o'zgartirilgan Tavrotning o'zida biz nima shobu muxtar, ya'ni shobullohil muxtar. Alloh taolaning eng yaxshi tanlangan xalqi biz. Qolganlar hammasi bizning to'ban qo'l degan mushundoq bir xato narsaning o'zini kirib qolishi nimaning ichiga Tavrot uchun o'zgartirilgan bo'lgandikin. Muşluğun hazır günümüzde bunu itiqat qilib, bunu asas götürüp çıkıp, qolgan muşluq adamlarni muşluq vayron qilib, uni o'ltirib, muşluq qilishga sabab xor ko'rib, muşluq qilish sababning birisi shu mushu. Nima o biz shu mushandi. Bu yerda o Yahudilarninki o'ziga bunda payg'ambarning jiq bo'lishining o'zi nima qilmas. Alloh İbrahim alayhisolamniki duosi İbrahim alayhisolamning sinoqdan o'tgan shu jafo mushaqqatning beshini kechirib o'tgan ashning natijasi kelgan. Bunda çok kelgan. Unda bo'lgan har qanday bir insonning o'ziga Alloh taolo tarafdan mushundoq mukofot berishning o'zi ihson va inom va ihson mukofotini berishi jazman Alloh uchun rasmiy Allohning sinoq shaklida bilgan bo'lsa, uni o'tib rasmiy Allohning rasuli nima degan bo'lsa, shu bo'yicha jon bido qilib, ashning qarshi andagi butun yaxshi ko'rgan narsa voz kechib, andagi Allohning dinining o'zini yuqori ko'targan vaqtda bu odamniki Alloh mukofot berdi. Her xil şekil mukofot berdi. İnom berdi. Bu nima qonuniyat. Hem de imamen
Aslında imamen degan gapning o'zi bu imom qildiq degan gapning o'zi aslida amma ya ummudan chiqqan. Ya'ni boshladi degan gap amma ya ummu. Imom boshlamoq degan gap, beshli to degan gap. Unda o'ldiki bu yerki imomning o'zi bizniki hozirgi masjidda imom bo'layotgan bu ma'nodagi imomchi emas. Bu necha emas. Bu uningdan on bo'lgan bir ma'niki, ya'ni bu nima? Bosh, ya'ni dinda bosh oldik. Dinda bosh qildik. Ya'ni dinning o'zida, ya'ni Alloh taolo tarafdan kelgan dinninki umumiy nimasi beshiniki o'zida Ibrohim alayhisalom qildik. Ya'ni Ibrohim alayhisalomniki, masalan, Yahudlar biz Ibrohim alayhisalom dinida deydi. Mana ashu xristianlar Ibrohim alayhisalom dinida deydi. Mana islom dinimizga bizmi nima deymiz? Muhammad alayhisalomning degani bizning haq. Biz İbrahim Aleyhisselam dinindeki müştak dinçi şöyle Kur'an-ı Kerim diyen asasen. Endi Yahudilarning uchun Xristianlar bu o'zirib ketgan din. Og'zi davogan bo'lsa-mu, bu tövenden bir qancha din deyiladi. Oyat bor. Buni qarta andaki davogan bo'lsa, ularniki o'zirib ketgan din bo'lgan ekan. Bu e'tiborda undaki o'zirib ketgan mana insonlarni idora qilish, uni yaxshi yerga olib borish, baxtsaodat turmushga erishtirish, to'g'ri haq, to'g'ri e'tiqod, tushunchaga yetkazish degan gapni usullar tugadi. Tüygen dekin, andaki İsa Aleyhisselam keldi. Onun dekin, onu mu tüygen bu işte özgürtkan dekin. Şu ona Muhammed Aleyhisselam, ben İsa Aleyhisselam'ın 600 yıl dekin, Muhammed Aleyhisselam peygamber. Şu Allah Teala evet dedi. Yani işte şu boğan gibi. Bu imam degan şu. İmam degan baş. Yani kudvetun din deydi o İmam Suyuti rahmetullahi aleyh. Dindan yani dinninki imanı ve itikadi. Şundan ibadet terbede ülgen. Siz ülgü girip siz aşk İbrahim kandak oğlan şundan çok kalem. Müştak çok kıldı deydi. Şu an Yahudileme deydi, Hristiyanleme deydi, başkalarının çok biz İbrahim Aleyhisselam dininde. Şu an İbrahim kirişmesi de bazı bunu. Hahniki Müslümanların engri müştak buran, bunu da paydalanıp açtak bunu suikast işletip, müştak kan, müştak nemeler var, gep sözler çok var. İbrahim'in kirişmesi, İbrahim müşriktesi müştak bildikleri devatkan gibi. Kabe ve min zürriyetti. Yani Allah Teala müştakçı kıldık. Müştak kılımız diyendikin emniyeti şundakçı buludu. Bu andaki şunu Allah Teala dedi. İbrahim Aleyhisselam dedi. Hem diyendikin onda oldaki ben bütün insanlarımı şunu okuduğandikin şu kıyamet boğan insanlarıma iman bolğan hem Müslüman erişten boğandikin onda oldaki bu peygamberin üzeri benim balvakanda bozu ikene diyen gep asasen İbrahim Aleyhisselam dedi ki ve min zürriyetti. Meniki puştumdumu müştak çok kısıla ya Allah. Meni puştumdumu ebedül ebed. Muşundak peygamberlik ve padişahlıktan ibaret olan bu işinki üze, bu meniki neslimden kâsi o. Meni ballarım müştak kıvasıla ya Allah dedi. Yani zürriyeti diyen gep evladi diyen gep oldu yani ballarım din ical eimmeten. Yani benim ballarımdımı sen imam kığı. Ulanınki işçide maaş, kıyamet imam bolduğun müştakçı, işlanıcı kıyan dedi. Digendeki Allah Teala yak soğuk, sen bile tügeydi demedi. Demek kadar o sen bile tügeydi demek, o yerde şart koydu. O şart kavun. Dedi Allah Teala, la yanalu ehdil dalimin. Allah Teala dedi ki, meninki ehdim. Yani imametçilik boğan meninki vədən, zalimler olan kapırlığa yetmeydi. Yani senin puştonda bu kesimi, şimdiki puştonda bu kesimi eğer o puştonda çıkan insanların için zalim olup, kapır olup, müştak eskilik kan bolsa, o çağda dinde imametçilik kıldık diye iş şu tügeydi. Şu olan kandak oldu tügeyip Yahudiler kartta, yani İshak Aleyhisselam'ınki oğlu olan Yakub Aleyhisselam'ın o puştuğu kelgen üzere İsa Aleyhisselam'ın zamanı kelgecik adeti tügedi. Nem kıldı tügedi. Çok onu ki hemmesi zalim kapır çok bup gitti. Hem de onu deyken andaki bu nem kıldı İbrahim Aleyhisselam duasının üstüne icabet kırıp şunun işte Muhammed Aleyhisselam'ınki üzerine nem kıldı o yer peygamber çok kıldı. Peygamber kılıp şu Muhammed Aleyhisselam kıyamet çıkırlık boğan nem boğan oldu. O peygamber çok boğan oldu. Bu mu? İbrahim Aleyhisselam'ınki muşuk kan duasınınki mukafat için sebebi çok boğan gibiydi. Yani zalimliğe yetmeydi o degeni. El kafirin minhum degen çok gap oldu. Yani zalimliğe yetmeydi degen gap İbrahim Aleyhisselam'daki puştudan boğan kapırlığa imamet buluş, yani peygamber buluş, dünyanı idare kılış diye iş çok buluşup bulmaydı o. Degen çok gap oldu dedi.
Anda vazike deydi İmam Suyuti. Delle ala ennehu yanalu gayret zalimin. Bu ayet uqtudu şuniki cezmen ve bu Allah'ın ehdisi yetediken zalimniki gayrike. Yani zalim olmay, haqiqiy taqvo, muttaqi, yaxshi kishilar bo'lgan bo'lsa, mana İbrahim Alayhisalomniki pushtidan bu boshda bo'lgan bo'lsa-mu, u chog'da Allohning imomatchilik qilish degan gap buni nima qildikan, yetdi ekan. Yetgandi ekan, mana İsmoil Alayhisalomning pushtidan chiqqan Muhammad Alayhisalomning davriga nima qilyapti? Unda bir zalim, unda bir ish bo'lmagan ekan. U zotniki ummati ana shu payg'ambarlar tushirgan, payg'ambarlar kelgandan qanday bo'lsa, kunimiz kechib aynan shunday bo'lgan ekan, uni saqlab turgan Qur'on bo'lgan ekan. Bu e'tibordan buniki dini o'zgarib ketdi, men unidagi payg'ambar kelib undaq cho'q qilmay, men davomliqmish qiyomatga mushtaq cho'q qildi. Chunki bularda nima yo'q? Zolimchi yo'q. Bularning qo'lida mana insoniyatga, butun shu dunyoning o'ziga inson degan nima, axloq degan nima, ibodat degan nima, degan yaxshi yomon degan nimani buni o'rgatishdan nima namuna. Hech qanday vaqtda bunga qarshi chiqib o'zgarib, buni o'zgartib qilgan bir ishchi bo'lmi? Undaqchi bo'lmagan. Bo'lsa-mu, bo'lmadi emasmi? Bo'ldi, nayt az. U ma'lum darajada ashtaq ozg'on, xato fikrning o'zi ashtaq bo'lsa-mu, ma'lum darajada bazatib ashtaq qismi o'changizda u amaldan chiqib qoldi. Mana islom tarixining o'ziga qarab baxsak, shu vaqt o'zida islom dinida e'tiqodiy jihatdan firqalar bo'lib ketgan, nojiq firqa bo'lgan. Şu firqaning o'zi o'lmaning ba'zi 100-300 atrofida. Lekin shundoq bo'lsa, davrimizda ma'lum muddat mushundaq rivoj tep ashtaq qismi undan bu firqalarning hammasi nima qildi? O'chanda u yo'qolib ketdi. Hozir uning ismi yo'q. İsmi yo'q hozir. Ba'zilarning bo'lgan bilan ba'zilarning hech qanday nimasi yo'q. Ko'pchilikning chu yo'q. Shunga hozir kunimizdagi bizning Uyg'urning ishga kirgizayotgan, mana Qur'onchilar, hadis inkorchilarniki bunday qilishimiz tarix bo'lgan ish. Bu yangi bir ish emas. Bu tarix bo'lgan ishning o'zi kitoblarni ko'rib, undan boshqa zamonimizdagi har qiltaq shayton, dajjallarning kitoblarini ko'rib, shu qilish orqali biz Uyg'urlarning o'ziga hadis to'g'riliq, islom dini to'g'riliq mushta til tekkizayotgan mushta zindiqlarni shu ko'ryapmiz. Bu degan ma'lum daraja bo'ladi, o'lgandek qoladi. Nima bu? U degan suvningki ustidagi kupuk, Alloh taolo degandek. U suvning ustidagi kupuk ketib qoladi. Ma'lum muddat. Uningdagi keyin haqcho o'chani o'zida davomlashadi. Yani işte avvalda qilmaymiz, uni qarta, yani xato ekanligini ahli ilm o'limalarimiz va mufakkir olimlarimiz o'zi buni har jihatdan mana uni uchun qarshi turib, mana kitob yozib, tabliq qilib, tashriq qilib, leksiya berib, mana mushtaq so'zlab, mushtaq cho'qib, shularga amalda qoldi. Va ijanal bayta masabatan linnasi. Yine deppasay Muhammed aleyhissalatu vesselam men ol bir vaqt ahvolniki qildik biz baytni insonlar uchun qaytadan joy qildik. Mushun deppasda. Mushu bu Alloh taolaning nimasi o in'omi va ihsoni. Bu Alloh taolaning nimasi benzilar bergan bir nimasi in'omi bu. Mushun deppaslar. Ya'ni el-bayta degan el-Ka'ba degan gap. Aslida el-bayt degan gap, ya'ni shu vaqt o'zida biz qildik biz baytni. Bayt degan gap arab gap uy degan gap bo'ladi. Uy degan gapning o'zi muayyan emas. Qanday bir to'rt chosi uy bo'lgan bo'lsa, buningki o'zi uy deydi. Lekin mayada ilqlam bor. Al-bayt deb. Al-bayt deb kelgandiki bu yer ilqlamning o'zi nima? Zihni xorijiy. Zihni xorijiy bo'lgandan keyin yuqoridagi Ibrohim alayhisalom bo'lgandan keyin unga oid mishlar narsa bo'lgandan keyin yeliq uy. Ya'ni yeliq uy degan nima? Ka'ba. Ya'ni Baytulloh degan uy shu. Degan ne bo'ladi? Gapchi bo'ladi. Ya'ni yana birisi el-bayt degan gap nima? Bu yerda islomning o'zi, ya'ni kamolatni bildirdi. Ya'ni uy degidek uy. Qolgan uyda nima u? Qolgan uyda 30 yil, 50 yil, 60 yil ya bir 3-400 yil buni yo'qolib ketadi. Tugaydi. Lekin Ka'baning o'zi uydek bir uy bo'lib, mana shu bino qilgan zaman tatib. Unudaki İbrahim Aleyhisselam resmi onun üstüge onu korup onu yasap, müştak kan zaman tatip günümüzde hiç kandak çok bakmadı. Şu betimimiz davranış vardı. Bu resmi öydüktek ölçü şu diye menin çok bildirdi. Hem de insanlar için mesabet kıldı. Yani ne kıldı? Kaydıdan cay çok kıldı dedi. Yani mesabetten diyen gapın üzeri İmam Suyuti rahmetullahi aleyhiydi. Merciyen yasubune ileyhim min kulli canibin demek. Mene Kabe olgan Beytullah'ın üzerine insanlar için kaytıdığan bir cay kıldık. Yani kaytıdığan bir cay kıldık, kaytıdı ula şu beytge her taraftan.
her tarafdan qaytib özünün uyuga berib bo'lgandan keyin yana qaytib yana bir yil yoki undan keyin davomli kon aşağıda tatib ashta qildigan bir holat shu qildiq insimiz nimani kabini deb mushtaqchu deydi mush ahvoldan deb taslar biz qilmay buni kim qildiq buni kim qildi deydi ya'ni demak men mushu oyatda masobatdan degan gapning o'zi soba yasubu degan gapning o'zi ya'ni yondi degan gap oda yauduningki nimasi o yarjiu deganning ma'nosi shu bo'ldi bu yerda ham masob bo'lgandan keyin mana qaytadigan bir joy qildik deb o'chanizda buniki o'ziga tani keltirishdi bu yerda mubolag'at nima o rasmiy insonlar qaytadigan bir joy qildi qaytish hech qanday nima yo'q shak yo'q ya'ni bir odam bir haj qilib qolsa yoki bir qator umr qilib qolgan bo'lsa undiki bu odam o'ziniki yana yurtiga o'zining balvoqlarini qishib ketib bu odamning avtomatik holatda yana qaytib Kabe'ga shu bag'is shu keladi mushachur keladi bu nima uni qaytish sababchi shu biz Kabe'ning o'zini mushtaq qildik deydi shunga hozirgi kunning o'zida bir odamning o'zi bir qator haramga berib yo umr yo haj qilib qolgan bo'lsa uniki davomli shu bag'ish keladi men bag'ish kirib bu odamning o'zi yana berib yana qaytib yana berib mushtaqchu qiladi qilgandan mana qaytadigan joy yoki o'ziniki berib bo'lgandan keyin ayaga o'ziniki oilasiga qaytadigan shu joychu qildik u yerda to'xtab qolmay ibodat tugatib mushtaq bir joy qildik yoki qaytib bo'lgandan keyin yana aşağı qaytib kelsam bo'ldi deb mushtaq qildik mana har tarafda qaytadigan joy qildikki ya'ni dunyoninki to'rt tarafidan nari kelgan bo'lsa u odam umr yo haj qilaman deb u odamning avtomatik holatda ya'ni qaytsin Kabe'ga ko'rsam bo'ldi ziyorat qilsam bo'ldi deydigan bir tuyg'uchu qildik insonlarga mushtaqchu qildik deydi ya'ni bundoq demakninki o'zi nima bu bir mo'jiza Kabe'ninki bir mo'jizasi shunga haramga bo'lgan bir odamning o'zi davomli bag'ish keladi shunga salaflarniki o'zimi har yili degandek ashta hajga unda umrda g'onoyat jiq imkon bo'lganlarning o'zi ashta qilgan holati shu davomlashgan mesela Ömer radhiyallohu ta'olani qilgan hajning o'zi noyat jiq 30 necha shundoq bir qancha shu 20 necha shundoq qilibdi ekan umr bo'yi shu qilibdi ekan buni hech qanday bir odam xato demaklik bu nima chunki bu Kabe'nin o'zi Allah Taala meni yer şanın üzerinde insanlar bana yüzlense ibadet kılışta müşakkısın dep Allah'ınki buyruğu olan bir yasalgan şu cay. Unda oğadıkken bunun kartta hakiki takva muttaki salih olan insanların yüzü bulanınki kalbi devamlı Beytullah'a berip aşağı yarak kılışı takaza kıldı. İştiyak bağlaydı. Devamlı müştak ne bu kalgan gap oy aşağı basam oldu harem de. Babaga adamların yüzü bazı bir sebepten cihetiden o adam harem dep çıkıp kadıda ütüpçü ketidi. Bu nima o adamninki qalbidagi iymonninki rasmiy mustahkam bo'lganligining bir ifodasi. Shuningdek Kabe'ning o'zi islom dinimizdagi shuorning nimasidan qatordi. Ya'ni islom dinimizdagi tashqari ko'rinishdagi bir ifodasi bildirgan nima o bir joy. Kabe degandan keyin Beytulloh degan hammadan islom dininiki ya aşağı namoz aşağı qarab namoz o'qiydigan besh farzdan birisi bo'lgan hajda aşağı qildigan bir joy deb hammadan nim qildi o bildi. Nim qildi o bildi. Va amna Vayna Kabe'ning o'zini biz qildik, amni qildik. Yani xotirjam qildik. Yani xotirjam joycho qildik deydi. Yani amna degan gap ma'manan lahu min az-zulmi wal igharati waqi'ati fi ghayrihi deydi. Yani amna degan gap yani ma'manan bu yılki amnaning o'zi bu chanizda bu masdar bo'lsa-mu, masdar ism bo'lsa-mu, buniki ma'nosi nima? Ism makan. Ma'nosi shu bo'ludi deb ma'manun deb mushtaqchi deyapti. Yani ma'man. Yani Beytullah'ın o'zi xotirjam bo'ladigan joy qildik. Yani ular uchun zulmdan, mana bostirib kelishdan, mana shu yilki Kabe'ninki g'ayrida, ashta bir bostirib kelish, zulm qilish, bostirib tuyuqsiz hujum qilish deganlarning o'zi ashta bir voqea bo'lgan bo'lsa, unda boshqa zulm, ashta bir ish aşağıda nimqon bo'lsa, u yerda unda bir ishchi bo'lmaydi. Herkes haramninki hududining ichida mushunda bir-birisiga zulm qilgan, haqoratlaydigan, kamsitadigan, xato mushunda bir ishni qilishchi bo'lmaydi. Ham shunday ashunda bir odamning ichi kirib olgan bo'lsa, har qanday bir jinoyat o'tkazgan bo'lsa, uni ishini ijro qilishga bo'lmaydi. Mana haram dedik,
Kabe dedik, Kabe degan shu uy shu. Uningki atrofida chambar shaklining o'zida Ibrohim alayhisalom berkatgan bir haram deb Alloh taolo tarafidan berkatgan bir siziq bor. Hamma yerda atrof ko'r. Bu degan boshqa o'xshamaydi. Uningki oldida, uning u tarafida miqat degan bir joy bor. Bu ma haramniki Kabening atrofini hammani qorshab to'rt atrofini hammasi payg'ambar mushaga haj yoki umr qilmoqchi bo'lsa o odam o'zi oldin ola shu yerda bir tahrocho o'sha tayyorlik qilsin deb ihrom bog'lab andigichu kelgan gap. Ya'ni Kabe'niki bu nemisi o hurmati. Unda valki bu yerga kirgan odamning ko'ngli shunda rohat bo'lib qoladi. Undan boshqa bu yerda hech qanday bir odamning o'zini mana zulm qilish, bir-birisi urush, tillash, o'shaning o'zi bunday qilish qat'iy bo'lmaydi. U yo'lning o'zi faqat mana ibodat qilgan kişiler için, namaz okuyduğun kişiler için xas qilib qo'ygan nima o joy. Mana degan shu endi. Mana kana yarkana rajulu yalqi qatila abi fihi fala yuayijuhu deydi. Bir adam cahiliyet davrida o'ziniki otni o'ltirgan odam bilan uchiqishib qoldi haramda. Shundan bu adam o atsa qatilini hiç qanday vaqt o'zida u yoki qo'zg'atib chiqolmaydi. Hech qanday o'ltirib, "Voy meni otamni o'ltirgan qo'ysan" demas. Yüzün atsini Atsini o'ltirgan. Atsini o'ltirgan adam. Endi atansı o'ltirgan odamniki o'zi uni qisas olamiz deb o odamning o'zi qat'iy hech qanday yerda mana o'zi turamay qoladi. Mushundaq ish bo'lgan vaqtida boshqalarga normalga endi. Mushundaq qavvaqning o'zidimi o adamning o'zi hargiz mana jahiliyat davrida kofirlar mushtaq hurmatlaydi. Mushtaq shu ish qildi kofirning davrida. Demak, Kabe'ninki o'ziniki katta nayt ulug' ekanligi naytibak nima muhim. Mushu nima oyatda muchuba. Mana mushtaq cho'q qildi. Qilgandikin yani demak Kabe'ninki hurmati favqul odda nima u yuqori. Shuning uchun haramniki hududining ichidan har qanday bir odamning o'zi xato ish qilgan bo'lsa, u chog'ingizda buniki ishning o'zi boshqa yer vaqtingizda qilishning o'zi harom bo'lsa-mu, bu yerda qilib qolgan bo'lsa, natijada buniki gunoh ziyoni bo'lib ziyod bo'ladi. Masalan, g'aybat qilish, gap tushish, mana tillash, urushish, o'g'irlik qilish, har xil mushta jinoyat ishlarni qilishning o'zi boshqa yerning o'zida u gunoh bo'lgan bo'lsa-mu, og'ir darajada u yer bir bo'ladi. Ammo bu yerda qilgan gunohning o'zi shundoq Kabe'ning hurmatini saqlash uchun bu yerda nima qilish kerak? Bu yerda saqlash kerak. Buniki bu yerda qilgan gunohning o'zi, jinoyatning o'zi favqul odda birni qilgan bo'lsa 2, ikkini qilgan bo'lsa 200 mushta holatda og'ir darajada jinoyatchi bo'ladi. Bunu Allah Teala, eğer o adam bu yer dünyada tövbe qilib uçak qilmagan bo'lsa, u dunyoda bunun hisoboti shu elindi. Onun uchun har yerda turayotgan kishilarning ishi nima u nihoyatda tas. Hamda hozir to'g'ri borimiz nima qilamiz. Shunga ba'zi salaflarning davrida o'tgan olimlarning o'zi haramning ichida doim turmaydi ekan. Nimishqa? Hürmeti saqlab. Hatta er ayol urushib qolsa-mu, ayolning o'zi haramning sirti chiqib qolgandan yo'q bir urushib yo'q bir qaplashib qolgan bir ish bo'ldi ekan. O'sha so'rab, o'sha chiqish edi ekan. Bunda hurmat qildi ekan ular. Hozircha bütün buzuq ishninki hamsidagidek o'shada bu haramning hurmatini uqmamışda qotqa ishlar cho'pa. Ig'ir darajada jinoyat endi. Emnen bu yerden de məmən isim zaman isim makan deyilən bu yılıqı məsəl üzü boğan bolsun mu isim makanının ki mənisi bu. Ya ki makana əmnin. Mesela muzaq nima? Muzaqның ki üzü məhsub boludu. Yani xatircəm bolduğan nima o? Joy degan çox gap boludu. Vattaxizu min maqami İbrahim. Veynam de yin bir işvandı. Yine tutunu deydi o hey insanlar İbrahim'niki turduğan joyning üzerinden namaz kılıp namaz okuyduğun joy tutunlar. Dep muştaqçu dedi Allah Teala. Yani Kabe'nin üzerinde muştaq uluk kıldık. Uluk qavvat üzerinde İbrahim bilen İsmail ikisi Kabe'nin qan yasıgan. Yasıgan vaqt üzerinde aslında Kabe'ninki yasıgışı mana bazı ulemalarımız deyişinin üzerinde birinci katım Kabe'nin üzerinde perişteler ne qan yasıgan. Yasab şu Allah'ın buyruğuna asasen bununki tam karşılıkta Beytül Ma'mur diyen bir asmanda bir yağçı var. Bu öyünün üzerinde perişteler keçimi gündüz ula yerip kılışı yok ku zat keçkin. Bu ibadet kılan jayının del uttırı Kabe.
Diğer havayet çoba. Onun dikkat Kabe'nin üzeri. Mesela şu topan balası da onunki balanın vakanın üzerinde bunu izçot görünüşü yokap ketken. Yokap ketken asli onunki yıldızı olan, hulçu kep kalan. Onunki üzerinde Allah Teala yüzdeki iradet asasen İbrahim Aleyhisselam'ın işte mukapatı verip ancak balların şeye düşürüp onundaki uyanı. Yani Kabe kıp onu bir avatlaşmasıda uyadığına izi kep kalandıkken uçağın üzerinde izini tepip Cibril Aleyhisselam arkalık bunu bildirip şu olan onunki üstüge andikken mene kavayt. Uçağını tamlamış, tört tamlamış uçak nimkan sağan. Dep nimkuldu uçağda karayt. Kargan dikken anda o şu ön sağa vaxtında İbrahim ile İsmail Aleyhisselam, mana İsmail Aleyhisselam taşlı ekberte İbrahim Aleyhisselam o yoluniki tegidiki nemisi töpüge işte qo'yish orqali chiqildi. Igiz chiqqan vaqtida İbrahim Aleyhisselam o taşni aşağıya nemkonlar bir taşni qo'yib İbrahim İsmail Aleyhisselam ekbergan. Dastlab u yerga yo'g'on taşni o'zi töpügüchi qo'ygan. Qo'ygan vaqt o'zida u yerda İbrahim Aleyhisselamniki asho desigen taşның üzü İbrahim Aleyhisselam'nınki aş hürmetinin sebebinden taşның üzüge men İbrahim Aleyhisselam'nınki putuçu petip ketken. İz ketken. Bunun deyimiz ne? Makam İbrahim şu deyimiz. Makam İbrahim barlık kiriş şu. Mene hazırki Kabe'ninki şark tarafındaki yani şu Kabe'ninki darvazının o tarafındaki sıkıran bir aynehnim bu. Mene makam İbrahim şu. Şuya destek durmadık şuya taşkan andaki izçi çıkarken. Bunun deyimiz ne? Makam İbrahim deyimiz. Hem de Allah Teala men muşta işkandaki Kabe'nin İbrahim muşta işkan bunun izve olan bununki neymiş mührü şu. Unda vakin bu yerde kantakın bunu hürmetini cehdeden. Allah Teala dedi ki insanlar İbrahim'niki makamı olan aşağıda namaz okuyduğun cay tutunlar. Yani ondan o sözleme namaz okuyduğun cay tutunlar ki yani hac ya ki ömür kahvası tavaf kılsan. Tavaf deyken tavaf degan 7 qatam aylanish bo'ladi. Uni deyken ani deyken o yerda nima qiladi 2 rakat namoz o'qish emas sundat. Shu namozni o'zini oshib maqam İbrahimning oqida aşağıda o'qinglar. Degan nima bo'ladi? Gapchi bo'ladi deydi. Mushtaq qilinglar deydi. Endi maqam İbrahim degan nima? Maqam İbrahim o bir taşdır ki tuğan idi. İbrahim Aleyhisselam şu taşın üstüde Beytullah'ın yasığa vaxtında tuğan çok bir cay. Nima o makam İbrahim deyimiz hazır deganimiz şu. Musalla degan gap makanı salatin. Yani namaz okuyduğun joy ki men o mescid bu isim makan. Sallallahu aleyhi isim makan bo'ladi. Namaz okuyduğun joy ki tutunma. Şundan o konusunda o makam İbrahim aqsa tavafning 2 rakat namazı şu okunlar. Aşağıda okunlar. Degan çok gap çok bo'ladi degan. Çünkü bu yerden de ayet bu buyruk. Endi vattahizu namoz o'qigan vaqtingizda aşağı namoz o'qiydigan joy qilinglar, aşağıda o'qinglar degan gap bo'ladi. Bu yerda umum har qanday namozning o'zini aşağıda o'qish kerak. Har qanday bir mo'min musulmonlar nerede olsun aşağı o'qishi kerak. Bunu bildirdi. Lekin buniki o'zida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining sunnati va o'zining qiliq orqali bu oyatdagi namoz o'qinglar degan gapni maqam İbrahim'da yani tavafninki 2 rakat namazı şurada okun degan gap uni imkoni uni xoslashtirgan. Uni imkoni uni xoslashtirgan. Şo'muşa deymiz. Endi vattahizu degan bu yer nima emr. Biz hozir imkotimiz buni emirchi qilib o'qatimiz. Lekin endi deydi yin bir qiroatda xoninki patis bilandir. Vattahizu dur u nimadir o xabardir. Bu nima emas insho emas. Yani ittahizu olgan bo'lsa emir oldu bu insho oldu. Nima bo'ldi insho oldu. Ammo vattahazu degandan iftala bobidan chiqqan nima o bir nima o mazi, fil mazi. Fil mazi olgandan fil mazi nima bo'ladi o xabar oladi. Yani fil mazi degan gapning o'zi o'tgan mundaq qildi, yedi, ichdi, mangdi, to'di degan gapning o'zi bu odam voqeaning o'zi xabarchi qilib berdi. Buni deymiz uni xabar deymiz. Yani ba'zi qiroatda vattahazu min maqami İbrahim'e musallam. Ve tuttular ular İbrahim Aleyhisselam'nınki aş makamıda maqamidan namaz okuduğun joy tuttu. Yani İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam aşağıda yasap bo'lgandiki unidikin kelgan odamlarning o'zi aşağı namaz okuduğun joy aşağı şu okudu degan şu ma'nosi şu bo'ladi. Deydi. Bundan bir qiraat etgan. Ve aitna ila İbrahim ve İsmail tahira beytiye littaifine ve akifine ve rükâ sucud. Ve ehdi kıldık. Yani buyurduk.
nim qildik, buyurdik. Qil deb nim qildik, buyurdik. İbrahim ve İsmail'a buyurduk ki şuna depki sen pakiz kılınsan menimki üyümni. Butlardan nima qilin? Pakiz qilin deb buyurdik. Hem de ikisi öğünü ya sep oldu. Men İsmail taşni akipadi Abu Qubays degan bir taş var hazırki şu yılki igiz tağvan yana da neydik padişahın üyünü. Abu Qubays tağdaydı. Aşağıda akilip İsmail Aleyhisselam İbrahim sana verdi. So'shlar yasab bo'lgandiki resmi igiz şekilde ondan bu yerde nima qildi Alloh taolo? Undaki bu ikisi buyurdiki sen chiqqanlar bu uyning o'zini pokizlanlandi dedi. Mushtachu buyurdi dedi. Yani ahidna degan gap deydi İmam Suyuti emarnahuma. Buyurduk biz bu ikkisini. Shuniki yani bi'an va deydi. Shuniki paksın bu ikkisi mening uyimni. Endi Kabe'nin o'zida Kabe deb ataldi. Undan Alloh taolo bu yoki baytning o'zi Kabe deb ataldi, bayt deb ataldi. Anmayada unda demak bayti deyish nimishqa mening uyim. Yani Allah'a mensup olan öykü bu izafatın cehennemi sever nimdeyimiz izafatı teşrif. Nimdeyimiz teşrif. Yani muzafın ileyinin yüzü uluk olan bolsa muzafın üzerine şu muzafın ileyinin uluk olan o uluk adeti şu kalıdır. Hürmetlik olurdu. Bu itibara bu izafat demek teşrif şu deyimiz. Yani benim uyumkiga bana mensup olan öy o. Meni depçu men buyurutup yazgan nima öy. Unda oladiki men qanday ulug' bo'lgan bo'lsam, u o'yning o'zi shunday nima bo'lgan bo'ladi, ulug' kattchu bo'lgan bo'ladi. Uning hurmatini nima qilinglar, saqlanglar degan nima u gap. Unda oladiki bu yerda mening uyimni butlardan nima qilinglar, pokizlanglar. Butlardan pokizlangniki hargiz o o'yning ichiga butchu bo'lib qolmasin. Deb mushtaq nima qiladi, da'vatlamdi. Alloh taolo. Endi bu yerda Paklanlı sizler işkanın benim üyümni butladın degan gap. Benim üyümni paklanlı degan ikki xil ma'noni oldu. Birisi ma'naviy, birisi İmam Suyuti rahmetullah alayhi degandek minal avzani hissi. Endi ma'naviy degan gap qavun, ma'naviy paskini var. Şu paskın narsaning o'zi nima? Shirik, kufr, mushtaq zulm, har xil nima narsa. Bu nima ma'naviy tarafdan bo'lgan bir nijis. Bunda bir narsa kirahning o'zi u yerdagi e'tiqod qilgan kishilar va e'tiqoddan u yerda bo'lib qolmasin. Sen buni nima qilgan u yerda ishkani buni tozalab har kun uni uchun qildirmanglar. Ikkinchidan hissi nima? Paskana. Hissi paskani qavun, ya'ni ko'zini ko'rgili bo'lgan, tutquli bo'lgan paskaniki masalan but. Tamam, but va uningda boshqa haramniki salohiyatga loyiq bo'lmagan, har xil mush butga o'xshash, har xil ibodat qilgan zohir tarafdagi narsalar. Shuningdek, mana haramniki tozligi, mana haramniki musha Kabening atrofidagi tozlik va uniki ratib bo'lish, ubdan bo'lish, chiroyli bo'lish, noit pokiz bo'lishniki o'zi buning uchun o'z ish oladi. Onun için bu yerda meni avsanda başlar desim lekin Kabening o'zi pokizlash bo'lgandikin bu e'tibordan har qanday bir umr va haj qildigan odamning o'zi jazman u haramniki o'ziniki pokizligini va uniki tartibni ubdan bo'lishni o'zini alohida ahamiyat berish kerak. Bunun uchun kirish kerak. Shunga bir narsa ya vaqt o'zida opirib tashlab qo'ydigan, bir narsa opirib uniki har xil yer qochisini opirib ya xolsa opirib u yer tashlab undoq qilish bo'lmaydi. Biz haramni deb, çünkü haram degan Allah'ın uyi bo'lgan ekan. Allah'ın uyini Allah'ın qanday hurmatlasak, haramni shunday hurmatlash uchunki bir shakli, biz u yerga qalaymi qanchalik tartib buzg'unchilik qiladigan, mana o'sha boshqalarning o'ziga u yerda pokizlikni nima qilmaydigan, opirib yegan narsa opirib tashlab qo'ydigan, undoq qo'ygan, bir narsa chekib qo'ygan, qavminiki o urug'chilar yoki axlat bir narsa kerak, ayga opirib tashlab qo'ydigan ishni qilmasligimiz çok kerak. Men bu oyatni nima qiladi, uni pokizdan degandiki bu yerda İmam Suyuti minal avsan deb degan bo'lsa-mu, lekin buningki nemisi u am. Qandoq bir narsa olsun, Baytullohniki satligi, Baytullohning paskin bo'lishi, Baytullohniki maynat bo'lishidan iborat bo'lgan va tartibsiz sat ko'rinishdan iborat bo'lgan narsa hamma Pokistonda har kun undoq bo'lmoqda. Bu nima? Maxsus hozirgi ma'lum shu kishilarning vazifasida qilgan bo'lsa-mu, lekin diniy tarafdan har qanday bir mu'min, musulmon degan odamning o'zi shu baga vaqtida bunda bir yaniki pokizlik diqqat qilish kerak. Bu oyatimiz shu chiqadi. Endi bu kim uchun poklaymiz?
Kim uchun paqlanlar? Lit-taifin val akifin. Tavaf qildigan kishilar uchun va turdigan, ya'ni u yerda bukim turayotgan kishilar uchun va ruku sajda qildigan kishilar uchun pokizanglar. Bunu pakiz yer demek son namaz okusun. Qandaqki ularning o'zi namoz o'qigan vaqtida mana hissi tarafda tarat elib pakiz bo'lgandek namoz o'qiydigan ya'ni o'zi bo'lgan Ka'baning atrofi va shuning o'zimi ashta nima bo'lsin pokizchu bo'lsin. Ular tavob qilgan vaqtida jiroq yerdan tavob degan nima? Tavob degan gapning o'zi faqat yer sharining ichida Ka'bada bo'ladi. Ka'bada bo'lib, har bir tavofning o'zi 7 qator Hajr Aswaddan boshlab, Hajr Aswad tugaydi, bu bir qator bo'ladi. Bu tavofning o'zi nima? 7 qatim bo'ladi. 7 qatimning o'zi nima? O bir tavof. Bir tavof bo'ladi. Qandaqki namozning o'zi 2 rakat yo 4 rakat bo'lib, bu namoz bo'lgandek, men 1 rakatning o'zi namoz bo'lib, kichik namoz bo'lib qoladi. Unda o tavofning o'zi qancha? 7. 7 da kam bo'lsa tavof bo'lmaydi. Buniki tavofningki o'zi bu tavaf qilgan odamning o'zi faqat Ka'baning o'zini dunyoning o'zida hech qanday bir yerda men mu'min musulmon degan odamga nisbatan hech qanday bir qabr yoki bir inson yo binasining o'zini atrofini oylab tavaf qilishning o'zi qat'iy durust emas. Faqat Alloh taolo o'ziniki bayt bo'lgan Ka'baning o'ziga nima qildi? Bu yerda ruxsat qildi. Bu yerga kelib siz shunga qancha tavaf qilgan bo'lsangiz, siz mushay qilasiz, mushu o'yga qilasiz. Ka'ba qilasiz. Uni boshqa yerga qilmaysiz, dedi. Unda o'zingizga bu yerda tavob qilmoqchi bo'lgan odamning o'zi ya haj qilman yo umra qilman deb ashtoqchu keladi. Kelgan vaqtida shular pokiz, ubdan, rohat, yaxshi, tartibli, doim ubdan salomatlik jihatda mushtaq yaxshi qilvason. Deb bular uchun siz Ka'baning o'zini nima qilinglar? Pokizchu qilinglar. Tartibchu tutinglar deydi. Shunga u yerdagi tartibni saqlayotgan kishilarning o'ziga biz yordamchi bo'lishimiz kerak. Masalan, hozirgi bo'lib ma'zi hozirgi aranni pek ovib ketdi. U vaqt o'zida buni nima qilsak, uçanı qalamaqan chiqib, urushtash cho'qiladi. Agar uning o'zida pokizma ashtoq qilsak, har millatning, har xil insonlarning o'zi kirib o'zining nemisini qilib ashad urushib, talishib, ashad qon to'kish ashtoq cho'qilgan. Shu bundoq bir ishni qilishning o'zi u yerda bu oyatga asosan qat'iy bo'lmaydi. Fakat uya şu ibadet kılman degan namoz, tavob va uni muqim turib ibodat qilman degan odamga nisbatan uyachu shu xos. U ishning boshqasi uyachu bo'lmaydigan gap. Mushtacho qilinglar dedi. Val akifin degan gapning o'zi al muqimin fihi deydi. Ya'ni u Ka'bada turayotgan. Mayli asli Ka'ba, asli Makkalik bo'lsin yoki iqomatdan turayotganlar bo'lsin yoki kip turayotganlar bo'lsin, ularniki o'ziga Ka'baning o'zini nima qilinglar? Pokizchu qilinglar. Va rukuy sujud va ruku qilgan sajda qilganlar uchunmi u Ka'bani pokizchu qilinglar. Pokizchu qilinglar deydi. Ama yerda deydi rukka sujud degan gap, rukka degan gap rakuning jamisi, sujud degan gapning o'zi mana rakuning nimasi bo'ladi, jamisi bo'ladi. Rakun rukkan qandaqki qoim quyamun degandek ata nima jami va jamining o'zi bu nima bo'ladi? Bu jami bo'ladi. Sujud sajda qildigan kishilar. Bu masdar bo'lib, bir ma'ning o'zi nima u jami cho'p keladi. Sajdun sujudun. Ruku qilgan, sajda qilgan kishilar uchun bunda nima qilinglar degani, ya'ni ruku degan gapning o'zi rukka degan rakuning jamisidir va namoz o'qiydigan kishilarningki masjidlarni udan pokizchu qilinglar deb mushtaqchu deydi. Shunga bu yerda Imom Suyuti rahmatullohi alayh bu yerda namoz o'qiydigan kishilarningki masjidlari debdi. Masjidlari degan vaqtning o'zida namoz o'qiydigan kishilarningki masjidlari qavm Ka'badan boshqa bo'lgan boshqa joy. Endi bu yerda ergashtiryotgan gap. Ya'ni bu yerda sujud degan gapning o'zi masajidul musallin. Namoz o'quvchilarning sajda qilgan joylari. Sajda qilgan joy qavm, namoz o'quvchilarning ashar namoz o'quvchilar sajda qilgan joyi ya'ni Ka'ba. Bu. Shu ba'zi ulamolarning o'zi oyatning o'zi Ka'baga ashta qaralagan bo'lsa-mu, lekin haram hududiga asosan haramning hududi bo'lgan hozirgi chegirvan. Buniki janub sharq janub tarafi
nimadan başında arpat şu doğru muştun içerik nersin hemmeni bu yerde sinem son uçağın pakizli son. U yerde şu açtaq boğalı için Allah Teala u yerde bir adam uruşuq bolmaydigan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem u yaniki dala yuluşuq bolmaydi. Ularniki içeriki hayvanat ne bolsa onu ürkütüp açıp onu qoğlaşıq bolmaydi. Öldürüşüq bolmaydi yavaş hayvanniki üzerinde de muştan nima qildi unuğa beketdi. Muştan çok kılışım çok gerekli. Yani İbrahim Aleyhisselam'a İsmail Aleyhisselam Allah Teala muştan nima buyurgan dedi. Ve iskala İbrahimu Rabbi celle haza beleden aminen. Yine deppesli Muhammed Aleyhisselam o bir vaktki ahvallarını ki dedi İbrahim ey Rabbim kısla bu ne? Yani Kabe'ye işaret kılıp ne mi depti o? Beleden aminen. Hatırcam şer kısla. Hatırcam yaşaydıgan her kandak bir adam şu yerge bağa vaktizde her kandak bir zulüm, buzak kılınış ya hata ve zulüm kılınış digendek işten hatırcam haleti boğan muşta bir şer kısla. Dep İbrahim'e muş vaktizde muşta bir duaçı kanti. Muşu dep ben ümmetlerge dik. Şimdi beled. Asıl beledeniki mesik toplan dediğin gep, eret gepin üzerinde. Belede deydi yani cema yani toplanıp bir işleme bir yer toplan dediğin gep. Çünkü şehirleşim üzeri ne mi gep? Yani insanların üzeri bir kanca insanlar bir kanca aynı bir yer toplandı bu şeralet bağlak geldi. Bu itibardan bunda bir canın üzerinde Arapça ne dedi onu beled dedi. Bizim Uygurca dememiz şehir deyimiz. Hem de amiden. İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin üzerine bir şehir kısıdı ki o hatırcam boğan. Hatırcam aminen. Hatırcam boğu için kimge? Şu yerge kirgen kişilerge. Şuna ayetin başka ayetin üzerinde وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ aminen. Kimi ki Kabe'nin berenin hududu içi kirgen olsa o adam hatırcam dedi. Ne midir hatırcam? Ne midir hatırcam? Ne midir hatırcam? Yani zaemnin. Hatırcanın ilgisi. Yani hatırcan bolan cay. Kısıla dedi. Şimdi cezmen deydemdi İmam Suyuti Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasının üzerine icabet kıldı. İcabet kılıp şundan bu Kabe bu şehrin üzerine harem kıldı. Nim kıldı? Harem kıldı. Yani harem deyimiz. Harem diyen gapın üzerine mana u yerda hata, günah, ma'siyat işninki üzerine qilish nima o? Haram. Tusulgan memnu degan nimada ma'nida bo'ladi. Yana birisi haram degan gapning yana birisi nima? Ulug'. Ulug' bo'lgandan keyin ulug' joyning o'zida ashidaq ulug' joyning o'ziniki tabiatiga zid bo'lgan ishlar bo'lgan, ashidaq yolg'on gap qilish, adam o'ldirish, qon to'kish degan gapni o'g'irlik qilish, g'aybat shikoyat qilish degan gapning o'zining bo'ladi, u yerda harom bo'ladi. Shu e'tibordan u joyning o'zi nima deb ataldi? Haram deb shu ataldi. Ya'ni ba'zan Baytullohil Haram diyen gapın çok var. Yani haram. Yani hürmetlik. Yani normal başka haram işten üzeri hata tuzluğa işten üzeri ya kılıştırma haram cahil bu. Haram kılgan cahil diyen gibi. Mene bunu Allah Teala haram kıldı ki yani Kabe'nin etrafına yani Kabe'nin üzerine mene tükülmeydi o Kabe'de mene şu haramda bir insanın kılını tükülmeydi. Adem öldürüşü bulmaydı. Yeni birisi o Kabe'nin üzerinde hiç kanda bir adam zulüm kılınışı bulmaydı. Zulüm kılış diyen ne mi? Yani o adamınki hakkını eveliş, yeveliş, işçiveliş, gaybet şikayet, inavını tüküş diyenler de muşta nemeler benim günah, masiyet, cinayet doğan işler. Bunu her kız bir adam uyak kılışı çok bulmaydı. Veya o canının işi de, haramının işi de oğlan onunki o ne, o hayvan ne, yani havai hayvanın oğlaşı çok bulmaydı. Veya o yerdeki ot yaşlarının üzerine, yavay ot yaşı olması özülen, bununki üzerine ünlem kılışkı bulmaydı, onunki üzerine yoluş küçük bulmaydı. Yolmaydı. Ama bunu mesela şehir hazırlıkı terakki kılıp, şehrin neymiş kıpta, özü köçürüp, neymiş kıpta, o başka yap. Ama burunki devrimizde, o yani üzerinde optimatik halatda özü tabi özüdüğün maşıdah neymeler üsümlük hava.
u ismlarning o'zini u yerda yulib uni o'zi ishlataman deb uni quruq holatga qaqas holatga keladigan sabab bo'lgan bunda bir yashartish ishiga zid keladigan burada ishni qilishga bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo bu yerning o'zi nima qildi? Ibrohimning duosiga asosan shar qildi. Shar degan nima bo'ladi? Shundoq yeshillik, suv, shundoq odam tug'udak, shundoq yeshil mevchi bo'lgan vaqt o'zida andiki insonlar u yerda yashaydi. Unda yashagandiki unuga mana zid bo'lgan ish bo'lgan uni qaqas qilishga, uni ayollar o'z boshqa narsa cho'g'irib uni urkitib chiqishga bo'lmaydi. Şoň muştaq nima qildi? Meni payg'ambar buni uchun oromcha qilishga bo'lmaydi deydi. Bunda ulug' degan shu. Warzuq ahlahu minas samarat. Yine İbrahim Aleyhisselam dedi ki, rızkı verse Allah şu haremde yaşayotgan kişilerge meyvelerdi. Yani bütün dünyanın meyvelerden. Ya çünkü o yer ösmeydi bir narsa. Bir dersi ösmegendikin, yani o insanlar yiyiş gerek, yiyen vakti her kıl nerse meyve çive bir nerse gerek yiyiş gerek. Onda o vakti bulağın, dünyanın her kaç yerlerdeki meyvelerinin üzerinde ulağı rızkçı berseler. İyi Allah. Dedi. Vakat feale binaklı Taib mine Şam ileyhi. Vakane ebkara la zara piye ve la nima dedi. Mine cezme kıpaydı Allah Teala Taib'nin yötkeşölen Şam'din şu heremge. Mine Taib'ni mine Şam'din yötkep. Yani Taib diyen cayının üzü şu. Şu an Allah Teala Mekke'nin üzüde şurada yeşillik, açlık, meyve yap, içilgan şu açlık neskerenin aşağı bolsun da. Aslında bu Şam'da çıkıyor. Şam diyen gepin üzü. Hazırki devletki Suriye emez. Suriye, Lobnan, Ordon, Filistin devatkan aşağının hemmesi burun kitaplarının üzüde bu Şam dep atıldı. Şam dep atılsa Beytül Mukaddes Filistin asas kalındı. Bunu keyingi devrin üzüde Muslim'deki kuşun üzü bu mukaddes parça devletki bülvattı. Bu yani Şamçı. İşte bu yanıki topraklar pek yaxşı toprak. Her kıl nesi nait, mülkü, benes, belen nait yaxşı ösüdü. Şu an ulardan keldiğen o Mekke'deki kişilerinki keldiğen mevki ve yemek, içmek, açlığın üzü aşağıdan çok geldi. Bunun karta Allah Teala onunki yeniden 70 kilometre etrafındaki Cenub taraftaki Jirak yiyen olan Taib'ni Allah Teala açtak çok kıpperdi. Momsa Kabe'ninki üzü Mekke'nin üzü şunda ısık. Ama Kabe'nin üzü, Taib'nin üzü havası şunda salkın, bütün mevki ve hemmesi aşağıda çok var. Bunu çok kıpperdim. Müştak berseler diyendikin hem meyve aşağıda çıkadan çok kıpperdi. Ve boğan dedi, bu Kabe'nin üzü, benim haremin üzü akfer. Nima iş kana benes ösmeydiğen, ziki onu da ziraat ve su yok. Kakatsık bir çatçı idi deydi. Bunu apırdan Şam'dan Allah Teala yüzü körneğini misalen kudretine kandak yötkede ameliyatı şunda yötkum ya ki onunki meyveler aşağı çıkıdığan kıpperdi muavanı tenşep ben muştak kılışı arkadaşı kıpperdi. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasınınki yetişinki kubul oluşununki demiş o bir sebebi. Muştak bu olanı hazır könlünü karapassak ben Taib'li vakıza bir nes kergen bolsun dünyanın her kaysı yerlerde ben her emge kıvatkan ben 20-12 ay dünyanın her kaysı yerlerdeki meyvene bu yer üzülmeydi. Kış yazı üzülmeydi. Kış mevzusu, yaz mevzusu degen gap yok bu yerde. Şundaki mevla hem yerde dükkanlarda işte nukadu setil oldu. Müştak çok kıperdeydi. Men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Yani Mekke'ninki ehlige degeni yani o nime umum emasaydı. Anda bir kişiyki uladın Allah'a ve kıyamet iman keltigen kişilerge şundak kıperseler. Deydim. Bu yerde men degan gap men ayılıkı ehlehu dinnimedir o bedeldir. Yani o ehlik rızık berse degan Allah'a kıyamet günü iman keltigen kişilerge müştak mevcunu berseler. Deb müştakçı nima qildi? Dua çok qildi. Dua degan men degan aşını deyim o bedel oldu deydim. Endi xas qildi Allah Teala ularni duaga. Yani İbrahim Aleyhisselam ulanı yani iman keltirgen kişiler kıpberseler dedi. İman keltirgen Allah'a kıyamet günüge muşlukul berse kağılık beğenmeseler diyendikin uçağınızda İbrahim Aleyhisselam bulanı duada has kıldı. Nemişkan? Ula için. Nemişkan Allah Teala'nın ki la yanalu ehli zalimin diyen sözüge muvaffak bolsun diyenlik cehdeden muştak çok kıldı. Yani Allah Teala ne dedi?
zolim kishilarning o'ziga mening ahdim yetmaydi degandikan, ha, unda bo'lsa Ibrohim alayhisalom bildiki, zolim kishilar kim? Iymon etmagan kishilar. Uni qarta Alloh taolaniki uni men mevchi verman andaqligi desi yetmaydi. Ya'ni yetmaydi degandikan Ibrohim alayhisalom shunga ahlahu deb unidiki men amana billahi val yawmil oxir deyishning sababi men musho deydim. Shunda vaqtida men hamisha duo qilyapti Ibrohim alayhisalom dedi Alloh taolo. Men kafara fa ummatihu. Men rizq beraman. Va men kafara. Endi men rizq beraman, ya'ni va arzuqu va rizq beraman, unda bir kishi kafir bo'ldi. Endi kafir bo'lgan kishi uniga iymon etqil unmabdi. Ashta holat turibdi. Tug'an bo'lsa fa ummatihu qalilan. Men u kishi past o kishilarning o'zini ozroq nim qilman, yoshitaman. Mattayot hayot ko'p beraman. Ya'ni bitashdid ummatihu deb o'qiladi, ham tahbib. Nima? Umtihu deb o'qiladi dunyoda. Rizq qilishidan ozroq nim qilman, yoshitaman o'zining hayotida. O'zining hayoti ozroq yashaydi. Yashgandan keyin unikin u odamning o'zini, ya'ni muhtoj qilman. Astarruhu degan gap ujiu degan gap bo'ladi. Ya'ni ujiu degan gap u odamning o'zini oxiratda nim qilman, uni muhtojlik qilman. Deydi. Nimaga? Azobun nar. Ya'ni do'zaxning azobiga men u odam muhtoj qilib ajan majburlab do'zaxga akirman. Unda o'lki shu do'zaxning o'zidan har kun chiqadigan bir joy, mahis, hech qanday chiqadigan bir joyni u odamchi topolmaydi, deydi. Va bisal masir va hajabning yomon joy u do'zax. Adam qo'rqadigan, qo'rqinchli bir kirib qoldimi chiqadigan joy shu emas. Bu yerda adam aqli kechib boqmagan azob uqbat, har xil azoblar shu bor. Hamma adam jaqirib mushta ko'rinish bak nima qo'rqinish. Unda o'g'liga mushta bir joy. Men ularni mushta iymon etqolmay, mushta qon bo'lsa bularniki jazosi meni o'lgandagi do'zaxga kirishdan iborat bo'lgan, meni bu cho'q bo'ladi, deydi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن